aka qarang, mana bunaqa hozir mashina kelsam ustini yopib qo'ygan ekanda. Nima, qanaqa mashina ekan bu? Bu joyda qaysi model turadi? Qani ko'ramiz. Sozgina ochaylik. Topdingiz уже. Qaysi model bu? Havoli qaysi model aka? Bitta shu kommentda yozib keting shu mashinani. Aslida sotilgan ekan hozir. Bankda ekan mijozimiz. Sizga xuddi shunaqa chiroyli qilib ustini yopib, mana xlopushkalar bilan otib, nasib bo'lsa topshirib beramiz mana. Bilinyapti. Ko'rinar, ko'rinmas deylik. Sizga xuddi shunaqa qilib nasib bo'lsa topshirib beramiz uni. Havolada emas, tirnovoyapti salonimizdan. Kommentda nomini yozib keting aka, qiziq bo'lsa narxlarini ham tashlab beramiz sizga. Bo'sh vaqtingiz bo'lganda kelasiz bir hafta salonga. Test drive ko'rishga. Model nomini yozib keting faqat. Chiroyli qilib o'zimiz